Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi İftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Bu yil 16 avgustdan 18 avgustgacha Shvetsiyaning poytaxti Stockholm shahrida Nobelning yurtida Ming uy va mashrab nomida Uyg'ur yosh o'smirlarining o'zaro uchrashish, shuningdek o'z tarix va madaniyatimizni o'rganish faoliyati o'tkazilmoqchi. Oldingi yili aprel oyida Dunyo Uyg'ur Qurultayining uyushtirishi va moddiy yordami Dunyo Uyg'ur Qurultayi tadqiqot markazining bevosita mas'ulligida Germaniyaning poytaxti Berlin shahrida o'tmishki safar nomida Uyg'ur yosh o'smirlarining Uyg'ur tarix va madaniyatini o'rganish bo'yicha tunji qatimliq uchrashish faoliyati o'tkazilgan edi. Shu qatimki faoliyatga ishtirok qilgan bolalar va ularning ota-onalari emas, balki muhojiratdagi Uyg'ur jamoatchilik ichida kuchli bir hayajon paydo qilgan bo'lib, nurg'un kishilar bu xildagi faoliyatning uzilmay davom qilib turishi tavsiyasida bo'lingan edi. Uyg'ur yosh o'smirlarining bu qatimki Stockholm uchrashish faoliyatini yaqinqi bir qancha yildan beri muhojiratdagi Uyg'ur farzandlarining o'qish tarbiyalash ishlariga moddiy yordamda bo'lib kelayotgan Uyg'ur Yar fondi bilan Shvetsiyadagi Uyg'ur yoshlari birlikda uyushtirgan. Dunyo Uyg'ur Qurultayi tadqiqot markazining mudiri Uyg'ur Yar fondining mas'uli Abduli Ayib apandim bu qatimki faoliyatning mazmuni va boshqa aloqador ishlar haqida so'rgan savollarimizga javob berib, bunlarni bildirdi. Nobelning yurtida Ming uy va mashrab nomli bu faoliyat davomida bolalar ming uylarga o'xshash taqlidiy ming uy temini yasaydi va uning rasm sizidi. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur san'atkorlar Uyg'ur chalg'ularini tanishtirdi va Uyg'ur xalq naqshlari va muqomlardan ariyalarni o'rinlab berdi. Shuningdek, qiziqqan bolalarga Uyg'ur milliy chalg'ularini chelishni o'rgatdi. Shvetsiyadagi boshqa davlatlardan kelgan yozuvchi shoirlarimiz va tadqiqotchilarimiz Uyg'ur adabiyoti, tarixi va san'atdan ulgilarni tanishtirib berdi. Shuningdek, Uyg'ur an'anaviy hunar san'atlaridan raqtlarga gul besish hunaridan ulgi ko'rsatildi va o'rgatildi. Abduli Ayib apandimning bildirishicha, bu qatimki faoliyatga faqat Yevropa davlatlarida turishliq yoshi 15-17 yosh orasidagi yosh o'smirlar qatnashadigan bo'lib, qatnashuvchilarning soni 20 kishi bilan cheklandi ekan. Mush son ichidagi faoliyatga qatnashgan bolalarning yotoq tomoq chiqimlarini Uyg'ur Yar fondi ustiga oldi ekan. Amerikaning kelar navbatlik prezident nomzodi Donald Trump muavin prezidentlikka tanlagan James David Vance yaqinda muxbirlarga bergan javobida Xitoyni Amerika uchun eng chong tahdid degan. Bu kelgusida qurilishi ehtimol bo'lgan Donald Trump hukumatining Xitoyga qattiq siyosat qo'llanganligidan bishorat bergan. Bloomberg xabarlar to'rining bu vaqtda bergan xabariga qaraganda, James David Vance Fox xabarlari muxbirining savoliga bergan javobida Donald Trumpning kelgusida suhbat yo'li bilan Ukraina urushini oyoqlashtiradiganligini aytgan. Orqadalla mushunda qilganda Amerika o'zining diqqatini haqiqiy masalaga qarata oladi. U bo'lsa-mu Xitoy masalasidir. Xitoy bizning davlatimiz uchun eng chong tahdiddir. Xitoy hozir bizning diqqatimizni boshqa yoqqa buryapti degan. James David Vance Donald Trumpning Xitoydan umumyuzlik chegara beji elish taklifini qo'llaydiganligini bildirib, biz Xitoydagi qul emgakni jazolaymiz. Chunki Xitoy majbur emgak mollarini bizga kirgizyapti degan. Uning bildirishicha, ular Xitoyga savdoda e'tibor berishni to'xtatish va Xitoy mollaridan texim yuqori boj olish uchun bir qonun loyihasi tuzishni o'tirib qo'ygan bo'lib, uningda Xitoy millidan ilindigan boj 60% ketishi mumkin ekan. Iqtisodshunoslarning bildirishicha, bu qonun dunyo savdosini ostin-ustin qilib o'tadi ekan. Xitoyning umum ishlab chiqarish qiymatini 2.15%, yillik iqtisodiy o'sish nisbatini 50% dan ko'p tovanlatadi ekan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, prezident nomzodi Donald Trump 13-iyul kuni qasdga uchrab omon qolgandan keyin onu qo'llash nisbati oshgan. U tanlagan muavin prezident nomzodi James David Vance mo xalq orasidan yetishib chiqqan siyosatchi bo'lib, Xitoy qartilgan siyosatda Donald Trump bilan o'xshash maydonda ekan. Ma'lumotlarga qaraganda, u ilgari askar bo'lgan, tijorat utuq qozongan, advokatlik qilgan, kitob yozib dan qozongan shaxs bo'lib, 2023-yili Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining a'zosi bo'lib saylangan. 2024-yili muavin prezidentlik nomzodi bo'lgan. Angliya pul muomala gazeti to'rining 15-iyul bergan xabarida aytilishicha, Angliya Davlat mudofaa ministrligi yaqinda Angliya duch kelayotgan xavf-xatarni baholash korpusi qurgan bo'lib, buningga NATOning sobiq bosh kotibi, Angliya ishchilar partiyasidan bo'lgan sobiq davlat mudofaa vaziri George Robertson qatorli harbiy amaldorlar va mutaxassislar boshchilik qildi ekan. George Robertson xavf-xatarni yangidan baholashning kelgusi bir necha yilda Angliya duch keladigan tahdid va xirislarni aniq ko'rsatib berdiganligini bildirgan. U Xitoy, Rossiya, Iran va Chaoshenni tilga ilib,
biz barğansır hamkorlashayotgan bu ajallik 4 davlatga duch keldik degan. Angliyaning oldingi navbatda konservativlar partiyasi hukumati Xitoyni davr belguvchi xiris, iqtisodiy tahdid degan bo'lsa, Robertson Xitoyni ajallik tahdid degan. U vaqtda tushuncha berib, oldingi hafta Washingtonda o'tkazilgan NATO boshliqlar yig'ini Xitoyning xirisiga haqiqatan astoydil muomala qilishga tegishli masala ekanligini aniq o'tirib qo'ydi degan. Bu qatim Angliya ishchilar partiyasi hokimiyat beshiga kelgandan keyin Angliyaning hozirgi davlat mudofaa vaziri John Halley Angliya bilan Xitoyning munosabatiga yangidan baho berib, Xitoy xirisiga taqobil turish hukumat alqigan bir ishdir. U hatto davlat mudofaasi bilan cheklanmaydi degan. Hamda yangidan qurilgan Angliya hukumatining davlat mudofaasi sanoati bilan Angliya iqtisodini tanggullantirish planini muzokara qilganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'laysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.